Qizlarjonlar, tak, bugun shunaqangi wow otziv oldim. Ishoninglar, ko'zlarim quvnab ketdi. Mana shu auditoriyam ichida shunaqa chaqqon, shunaqa shustri, shunaqangi uddaburon qizlardan iborat, alhamdulillah. Onlayn 15 xil medavik darsimdan tak sotib olib, shunaqa natijalarga erishgan qizlarimizdan otziv keldi. Xudo xolisa, men sizlarga buni qo'yaman. Otziv menga yubordilar, ko'rib juda ham faxrlandim. Aytaman-ku, meni onlayn darsim ham, offlayn darsim ham shunchaki chaplab bilimlamasdi, shunchaki chaplab o'tirmaydi-da. Ishlaydigan hamma texnikalarim ishlaydigan, hammasi zo'r retseptlar. Qizlarjonlar, menda shunaqa narsa bor. Sotib oldim retsept. Agar o'sha retsept meni qoniqtirmasa, men uni retseptni o'rgatmayman, lutchi deb pulga sotmayman. Yokida yillar davomida o'shani retsept ustida ishlayman, zo'r qilib chiqaraman, chaynab bo'ladi, chaynab solib qo'yiladigan darajada ishlab onlayn keyin olaman, yokida offlayn o'rgataman. To o'zim o'shani ustida bir ancha muddat ishlab, ko'zim yetgandan keyin sizlarga taqdim etaman, qizlarjonlar. Keyingi storiesda medavik odzivlarni, o'sha menda o'qigan qizlarning odzivlarini qo'yaman. Baho berishinglarni kutaman, qizlarjonlar.